Qizlarim, kesib yesalaring bo'lmaydimi? Aniq etarga qarab turinglar. Tompi-pompilarim. Hali ham shunaqa tarz yozsalarmi kesmasdan? Gapim Kichkinalikdan shunaqa yurdilaring-a. Mana shu o'rtasi mazali-da, baqaning siz kelganingizda har doim tarvuz o'rtasi pustoy bo'lardi, eslaysizmi? Bizda onang o'rtasini yeb oladi, chetini manga qoldiradi. Onajonisini qizlaringiz, to'g'rimi? kimga o'xshaydi boshqa. Sizlar ota-onalardan farzand tarbiyasi haqida so'rasam bo'ladimi deyshadi. Keyin nimaga bunaqa fikr? Hamma ota-onasi baribir ham farzandim deydi desa, nimadir qilgimiz kelsa bizga har doim yo'q deb turishadi. Abz aytamiz. Alhamdulillah. Hattoki qo'shnilarimiz qizlaringni o'qishga yuborma. Shunaqa gaplar ko'p bo'lgan. Boshida yuborayotganda nimalar bo'lgan, onang qancha yig'lagan. Lekin bu hamma narsani tegi bizni sizlarga ishonib yuborgan o'zi. Eng katta narsa bu yerda bu onangning duosi. Allohga tavakkal qil avvalambor. Alloh haylisini beradi va dissertatsiyani ham mana bo'lsa 10 sonlik bilan birinchilar qatorida eng yuqori darajada yozib chiqish Amin, inshaalloh. Xudo xohlasa yozda boramiz. Chet elga o'qishga yuborganingizdan afsus chekmaysizmi-da? Yo'q, nega afsus chekaman? Afsus chekkanda yubormasdim. O'g'il bola ham qilolmaydigan ishni misalni qildilaring masalan. Buni bekitadigan narsa emas, misallarning yutuqlaring deydi. Hali sizlar dunyoda Eng baxtli faxrlanib yuradigan darajaga olib chiqamiz. inshaalloh. Mani mana shunaqa oilam boridan baxtliman.